Emirates-da birinchi bo'lsa, umrning oxirigacha. Barchaga xaridingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Bizni eshiklarimiz siz uchun har doim soat 9:30 dan kechki 9 gacha ochiq bo'ladi. Uni olib ketish uchun qaytaman. Uni asrab qo'y. Uning uchun qaytaman. 일timos, Sheychanok. 진짜 맞지? 어딨어? Qani u? 이번에는 Bu gal nima bo'lyapti? Ha, mana buni aytyapsiz shekilli. Mana. Seni yana bunga jalb etishni xohlamagan edim. Meni kechir. Yo xudoyim. Oramizda sotqin borligini bilgan edik. Bu sen ekansan. Maxfiy agent bizni oramizga qo'shilib olgan ekan. Maxfiy agent? Eski hamkasbingdan yordam so'ragan ekansan. Chorasiz qolgan ekanliging aniq. Nima? Menmi? Men ham maxfiy agentmanmi? Ko'ning bitta. Hozir fleshkani qaytar. Qo'lingni ko'tar. Menga nega o'q uzyapsan? Voy, men yaralanganman-ku. Hali ham mahoratingni yo'qotmabsan. Meni kechir. Meni fosh qilishdi. Kel, xavfsiz joy topamiz. Meni kechir. Barini boshidan boshlashga majbur qildim. Men ketdim. Yo xudoyim, nima bo'ldi? Yaxshiga o'xshamayapti, qani? Nima, yaralanganmisan? You don't know true love until your heart breaks. Yeah. You're gonna have to hurt sometimes. So painful you can barely survive. Tired from the sleepless nights, you run out of your tears from all of the crying. This is what it means to have growing pains. Never come out the way you went in the same. Just as diamonds shine from pressure, babe. You don't know true love until your heart breaks.
ularni tuzog'iga tushib qolganga o'xshayman. Anchadan beri ko'rishmagan edik. Men bora qolay. Ishing qalay? Nega hayotingni xavfga qo'yapsan? Hammasi yaxshi. Ishlab yuribman. Nega bunchalik xavfli ishda ishlayapsan? Seni rahbaring bo'lgan paytim, xuddi shu savolni senga bergan edim. 나한테 했던 질문인 것 같은데. 글쎄. Balki qarzdorlik hissi tufaylidir. 네. Men xuddi 걸겠다고 했. boshqalarni himoya qilish uchun dunyoga kelgandekman. 책임 Mana nega ekanda 혹시 men jasur bo'lganmanmi? 사람이었어요? Jasur? Qat'iyatli desa to'g'riroq bo'ladi. 널 Seni ba'zida ishga olganimdan afsuslanganman. 내가 Bunday bo'la olishimni bilmagan ekanman. Agar men seni sevib qolmaganimda hozir ham birga ishlayotgan bo'lar edik. Shuning uchun sendan ayrilishga majbur bo'ldim. Yana seni jalb qilganim uchun meni kechir. 미안하다. 또 이렇게 끌어들여서. 본부에서 Yana kimga ishonishimni bilmaganimdan senga murojaat qildim. 앞으로 Endi hayotingga boshqa qaytib kelmayman. 없을 거야. To'xta, ketma. 저기 Iltimos, to'xta. Aytmoqchimanki, hali ham yarang ochiq turibdi. 죽고 가시지. Hech bo'lmasam qon to'xtaguncha kutib tur. O'shanda sendan voz kechib xato qilganman shekilli. O'shanda sen bilan birga bo'lib, 나도 hayotimni xavf ostiga qo'yib bo'lsa-da himoya qilishim kerak edi. Muhabbati tufayli men uchun hayotini xavfga qo'ymoqchi bo'lgan inson 그래. endi umrimni oxirigacha sen bilan birga bo'laman. 사랑하잖아 널 내 온 맘이 정말 미친 듯이 뛰는 심장이 Loving you 나는 너밖에 안 보여 너 언제까지나 널 너만 보고 너만 사랑하는 나를 봐줘 Kissing you 나는 온통 너야 너 처음부터 그랬어 너랑만 있으면 난 그랬어 두근대는 가슴 불거져 Ji Chang-wook 바래다 주는 길 nega har doim bo'sa olish payti 타고 ular bilan ajrashib ketyapman? 치기만 하는 거야? Unda bularning nima keragi bor? Men Sujin. Bu mehmonlar zudlik bilan bir narsa sotib olishi kerak ekan. Ularga yordam ber, barcha yo'nalishlarni ko'rsatib ber. Ular bizni doimiy mehmon. Ularga tarjimonlik qil. Xo'p bo'ladi. Nima? Tarjimonlik? Ha?
야. Yordam berasiz degan umiddamiz. Telefon qilishyapti unga. Nega qo'ng'iroqlarga javob bermayapti? Kay. 7ta birinchi bo'lsa. 전화를 몇 통한 줄 Sizlar bilan aydab guruhi bo'ldi. Yangi qismlar va yangi dramalarni biz bilan tomosha qiling. 설마 Uchrashguncha xayr. 좋아했던 거 모른다고 할 거예요? 안 돼. 난 선생이고 넌 학생이야. 나 이제 선생님이라고 안 부를래. 그럼 뭐라고 부를 건데? 너